Behruz, Qarshi bankda mahalla banki lavozimida ishlayman. Sizlar bugun mana shunday uchrashuv o'tkazishdan maqsad mahallada ishsiz fuqarolarni ish bilan band qilish, tadbirkorlikka jalb qilish maqsadida kelganmiz. Kambag'al oilalar uchun bankda ko'p mahsulotlarimiz bor. Ikki xil biznesga ko'mak, birinchisi, ikkinchisi mahalla loyihasi bo'yicha ko'p ajratamiz, ikki xil turdagi mahalla ishsiz fuqarolariga. Birinchi ko'p mahsulotimiz biznesga ko'mak dasturi doirasida ajratiladi. 17 milliongacha 4 yil muddatga ajratiladi, 6 oy imtiyozli davr bilan. İkinci ko'p mahsulotimiz 50 million so'mgacha mahalla loyihasi dasturi doirasida ajratiladi. Muddat 5 yilgacha, 1 yil imtiyozli davr bilan. Buni olish uchun mahallada ishlamaydigan fuqarolar bo'lsa, pensiya yoshiga yetmagan, 18 yoshdan oshgan fuqarolar ajratiladi. O'zini o'zi band qilgan holatda. Ayollar uchun 23% dan, erkaklar uchun 25% dan ajratiladi. Bundan shunday mahallada ishlamaydigan fuqarolar bo'lsa, aytsalar, mana shunday mahsulotlarimiz bor, tadbirkorlik qilish uchun ajratiladi. Mahallada ishlamaydigan fuqarolar shunday qilib ajratamiz.